kattagina oshqozon, o't qopi va o't qopidagi mana toshlarni ko'rishingiz mumkin. Kuzatuvchilar, mana navbatdagi bemorimiz 153 kilogli, bo'ylari 155, ularda super ожирение, o't qoplarida toshlari bor. То есть ikkita operatsiyani birdaniga qilamiz. Simultan operatsiya ham oshqozon qisqartirish, ham o't qopini olish. Kuzatib boringlar. Mana bemorimiz Safarova Oydan temizlik 3-darajasi bilan yog' botgan, mana qirralarini ko'rishimiz mumkin. Dumaloqlashgan. O'zi uchli qirrali bo'lish kerak. Bu yoqni ham ko'rish to'g'ri. O'ng bo'lagini, mana bu yoqda ham ko'rishimiz mumkin. O'ng bo'lagida katta va qirralari dumaloqlashgan. Bu jirovoy gepatoz, ya'ni jigari yog' botgan. Ikkinchi, uchinchi stepen jirovoy gepatozda. Rahmat, temizlikda faqatgina haligi nima deydi? Yog' emas, jigari ham yog' botadi. Bemorlar tomonidan eng ko'p beriladigan savollardan bittasi qanaqa oshqozon olib tashlanadi deb savol berishadi. Mana oshqozonda zond o'tkazib olganmiz, mana zond uchun ko'rishingiz mumkin. Zond o'tkazganmiz kichik egirlik bo'ylab. Biz zondga tirab turib, biz oshqozonni kesib olib tashlaymiz. Mana zond ko'rishingiz mumkin. Mana zondga tirab turib oshqozonni kesib olib tashlaymiz. Mana kesish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Mana simultan operatsiyamiz tugatildi. Ya'ni 150 kilogli bemorimizni ko'plab yillar davomida boqilgan kattagina oshqozon, o't qopi va o't qopidagi mana toshlarni ko'rishingiz mumkin.